Hurmatli meni kuzatadiganlar, hammaga assalomu alaykum. Bu meni qora sedana asal va zaytun aralashmasi shaxsiy brendim. Buni mana shtrix kodlari, QR kodlari bilan yangi chiqardik. Bu mahsulotimiz hamma dardiga davo. Ayniqsa ko'chib yuruvchi og'riqlar bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, doimiy charchoq bilan qiynalayotgan bo'lsangiz, uxlab tursangiz ham charchog'ingiz yozilmayotgan bo'lsa, dam olib yotsangiz ham charchog'ingiz yozilmayotgan bo'lsa, bu charchoqlaringizni yozadi. Oshqozoningiz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, oshqozoningizni motorikasini ishlatib, ichidagi tiqilmalar, xiltlarni, oshqozondan kelayotgan badbo'y hidlarni yo'qotadi. Ichaklaringizni ishlatib, organizmni tozalaydi. Qondagi infeksiyalarni, gepatit, B, C'larni tuzatadi. Ayollardagi toch infeksiyalar, qonda shamollash infeksiya, shuni orqasidan bola tashlashlar bo'lsa, mana shularda ham davolanadi. Ko'p ayollar, erkaklar birgalikda ichib, ayollari homilador bo'lishyapti. Homiladorlar ichsa toksikoz yengil o'tadi, vitamin kamligi, oqsil yetishmovchiligi, charchoq holsizliklarsiz yengil yaxshi tug'ib oladi. Agar emizikliklar ichsa, suti ko'payadi va ona charchamasdan, hadeb uxlab qolavermasdan juda ham chiroyli bolasini boqib oladi. Men o'zim ham hozirda homiladorman, 2 mahal, 3 mahal qora sedana ichib yuraman, shu bilan tetik yaxshi yuraman. Endi sizlarga men Arzigulni tanishtiray. Bu qiz asli Marg'ilonlik qiz, Qirg'iziston Respublikasi Qizilqiyaga kelin bo'lib tushgan, o'zi savdogar qiz va bizni qora sedana mahsulotimizni Qirg'izistonga olib o'tib sotadilar. Agar siz Qirg'izistonlik bo'lsangiz, meni qora sedana mahsulotim haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, sizda qanaqadir kasallik, jigarda kasallik bormi, buyrak yetishmovchilikmi, onkologik kasallik bormi, doimiy boshingiz og'riydimi, davleniyingiz chiqadimi, qiynalayotgan bo'lsangiz darddan yoki umuman sog'lom bo'lsangiz, kasal bo'lmasdan tetik, zo'r energiyaga to'lib yurishni istasangiz, marhamat Qirg'izistonda, Qizilqiyada Arzigul xonimda mahsulotimiz sotib olsangiz bo'ladi. Arzigul nafaqat sizga donalab sotadi, balki shartnoma qilsangiz, siz bilan hamkorlik qilib, ko'plab optimga ham olib chiqib beradi. Butun Qirg'iziston bo'ylab Arzigul ekspress pochta orqali ishlaydi, jo'natib boradi va sizga tushunchalar beradi. Arzigul, qalay, sizdan olib ichayotganlar foydasini aytishyaptimi? Qandaysizlar, hurmatli bizni kuzatuvchilar? Yaxshilarmi? Havaja yaxshimi? Ishtotasizmi? Biz dag'i keldik. Havajamda shunda bo'lgan, o'zining mahsulotlarini olgani keldik. Buni eng yaxshi jag'i odam jengillayotganda, buga 40 marta Yasin surasi o'qib dam solingan. Eng yaxshisi shu. Bizda bayog'i jengillayotgansiz, ayvay zo'r biroz odamlar borib dam soldirgan borolmay qolayotganda, o'shol buni ichsa dam solinib yuradigan. Sahar ichsa kechgacha dam solinib yotadigan. Kech ichsa sahargacha dam solinadigan. Bu baldarga da yaxshi ekan. O'shintib o'zim rezultat topganim uchun havajima o'shuna kelib yaxshilik oldim. Mashina tipcha voy bering produksiyangizdan bering deb o'ylab olib chiqib ketdim. Birinchi ichgan olgansiz, Arzigul? Birinchi ikkita olganman ichgani. Onda dag'i cho'ngidan olganman, men kichinesidan olib ketganman-da. Ikkita olib ketib, birini o'zim ichdim, birini kuyovimga berdim. Kuyovimdagi saxir bo'lib qolgan, o'shol saxiri normaga keldi. Murda 12, 11, 13 ga chiqib ketdi. 13, 12 ga chiqib ketganda g'ijiri kelib, bardig'izni urishib tashladilar-da. Уже sedanadan keyin immuniteti dag'i yaxshilandi, saxiri dag'i tushdi. Hozir saxiri kuyovimniki. Apparatimiz bor, uyda dag'i o'lchaymiz, больницада dag'i bor, o'lchaymiz-da. Уже 7 bo'lib qoldi-da. Qaram 7 ga tushdi. Men o'shu produksiyani sotgandan beri bizde olayotgan ejeler, erkek baldardagi aldı, yosh baldarga dag'i ichirdi, rezultatlari so'nim bo'lib atadi. Jengildeb qoldim. Qayra повторно alishib atadi. Arzigul, men sizdan zakaz qildim ele, qayra dag'ini alayın, men o'zim jengildedim. Emi ejeme olib berayin, singdime olib berayin, akam dag'i ichib shuntib saqaysin deb ayımlar, ejeler, cho'ng ejeler bizden olib atadi. Qayra alganlar повтор olib atadi. Bizde rezultatlari yaxshi bo'lgani uchun aladi. Biz bu toza produksiya
tabiiy narsa, bardigi yaxshi, olib ichingizlar qirg'izistonliklar. Bularni havajidan olib ketish qiyin bo'lib o'tadi. Siz bizga Bishkekdagi ko'p emechi, Bishkekliklarga dag'i salom aytib qo'ying. Sizni ko'p kuzatishadi. Bishkeklik xonimlar, meni kuzatadiganlar, sizlarga hammalaringga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Meni haqiqiy toza produktimni Arziguldan olsalarim bo'ladi. Meni Instagramdan, Telegramdan, YouTubedan Bishkekliklar juda ko'pchilik kuzatishadi, yaxshi ko'rishar ekan. Sizni No'qat, Jallobat polni kuzatayotgan. Qarang, men bir kunda 50 ay men Сөйлешемде, уже biz Qirg'izistondanmiz, Xavaxonni kuzatamiz, produksiyalarga biz jetpay жүрөбүз деп алышып атат. Сиздерге дагы тавсия этебиз, сунуштайбыз, кыздар, алып ичиңиздер. Бизде жакшы жети барбаган маалыматтар аз да, эми YouTube'да дагы, Instagram'da дагы баягы аз видеолор деле көрүнөт. Биз дарыга сөйөнүп алганбыз да, азырчы дары алып, дары ичип, дарыга сөйөнүп алганбыз. Биз эми мындай болгон табигый нерсеге өтөйлү кыздар. Апаларыңыздарга бериңиздер, эжелериңиздерге, акаларыңыздарга бериңиздер. Онкологическийде жаткан экеже алып, уже жеңилдеп калды, иштахаларыбыз ачылып, өтө иштебей аткандар алып атат. Караңыздар, онкологическийлерге дагы, больницаларга дагы биз заказ кылып, доставка кылып берип атабыз кыздар. Алып ичиңиздер, табигый продукцияга өтөйлүк эми айымдар. Сахар haqida gapirdingiz-ku. Haqiqatda ham Samarqanddan bizni Samarqanddan Marg'ilonga 1000 kilometrlik joy. Shu yerdan bir aka kelib, bizdan Qorasedani olib ketgan, bitta olib ko'raychi degan, kechqurun ichib yotgan, ertalab ko'zini ochib, yuzini yuvmasdan tekshirarkan. Sahrlar shunaqa xavotirga turib uyg'onar ekanda, tekshirsam deydi, meniki deydi 20 ga chiqib ketardi deydi. Sahrim deydi 7 turibdi-da, 7-8 norma turibdi. Xursand bo'lib ketganman. Har kuni ichib yotadigan bo'lib qoldim deydi. Juda ko'p sahrlar buni ichib yurganda sahri oshmaydi. Buni ichida asal bor-ku, sahrni oshirib bormaydimi degan savolingizga javob. Biz sahrini oshirib bormaydigan juda ham mo'tadil, shifo, toza asal qo'shamiz. Bunga mo'tadil, shifo, toza zaytun moyi qo'shamiz. Hamda sedanani 10-15 marta yuvamiz. O'zingiz bizga borib tayyorlanish jarayonlarini ko'rdingiz. Mahsulot ulgita bera olmay qolganimizni kutib o'tirdilar. Buni xo'jayinim bilan o'zimiz tayyorlaymiz. Yuvamiz. Yuvganda rosa ko'p kir chiqadi sedanadan. Uni quritamiz, molkalaymiz maydalab. Ana undan keyin dam solingan asal va dam solingan zaytun moyi qo'shamiz. Gapimni indallosi, hurmatli qirg'izistonliklar, o'zbekistonliklar. O'zbekistonliklarga meni dilerlarim kanali bor. 125 ta joyda sotuv bo'limimiz bor. Ana shularda o'zingizga yaqin joydagina topsangiz bo'ladi. Shu kanalga kirib, qirg'izistonliklar faqat shu Arzigul WhatsApp nomerini qo'yaman. WhatsAppga murojaat qilib, xohlasangiz diler bo'ling, olib sotgan Arziguldan. Xohlasangiz o'zingiz uchun shifo bo'lishga iching. Bu haqiqatda o'limdan boshqa hamma dardingizga davo bo'ladi. Sog' bo'ling. Rahmatulloh. Xo'p, xush kelibsiz Arzigul. Savdoyingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Meni ham savdoyimga barcha halol mehnat qilayotganlar savdosiga Alloh baraka bersin. Kasallarga Alloh taolo o'zi komil shifo bersin. Tortayotgan dardlarini, gunohlariga kafforat bo'lsin. Sog'lom odamlar niyat qilib iching. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, o'zingizga qora sedanani lozim tuting. Unda o'limdan boshqa hamma dardga davo bordir. Mana endi odamlar farmatsevtikaga o'rganib qolgan sari uni zararini bilib tabiiy narsaga o'ta boshlashyapti va ummatni oxirini boshini tuzatgan narsa tuzatadi deganlar. Qarang, boshida shuni tavsiya qilganlar-ku. Endi bora-bora shunga kelyapmiz. O'tsiflarni o'qib o'zim hayron qolaman. Shunchalar odamlar tuzalyapti. Hayzi kelmaydigan ayollar ichsa hayzim keldi, mashalloh deb yozishadi. Kliniksim yo'q bo'lib qoldi, yengil bo'ldim, rahmat Xavoxon deb yozishadi. Boshim og'rimay qoldi, mazza qilib yuribman deyishadi. Menda Shunday. Men o'zim juda ham ko'p kasal bo'lardim, ozib ketgan edim, anoreksiya kasaliga borib qolgan edim. Qora sedani ichib yurib ziyondan tozalandim. Et oldim, semirdim. Xotiralarim kuchaydi. Masalan, bir o'tirishda bir bet Qur'on yodlab olaman. Xotiram yaxshi bo'ldi. Injiq o'smirlarga bersiz, biram spakoyniy bo'lib, xotirjam bo'lib qolyapti. Buni kim nima niyatda ichsa, niyatiga yetadi inshaalloh.
WhatsApp nomerini qo'yaman va o'zimni Telegram kanalim, Instagram kanallarimni linkini qo'yaman. Meni kuzatishda davom etinglar. YouTube'da yaqindan beri faoliyat yurityapman. Men o'zi asli Marg'ilonlik, Marg'ilon Amundaryo mahalla 9-ko'chada o'tiraman. Ismim Havoxon Tohirovna. Bemalol Marg'ilonga meni topib kelishingiz oson. Bitta tog'at O'shdan topib kelibdilar. Storizga qo'yib turaman. Ha, kelsangiz bo'ladi. Ishxonamiz bor. Mana Kirgilida 20-maktab ko'chasida Havo shifo davolash xonasi ishxonamiz bor. Shu joydan olib ketsangiz bo'ladi. Rahmat hammaga. Rahmat.